Toshkentdan dovon oshib nihoyat Namanganga keldik, bilasizmi? Shahar tanib bo'lmas darajada yanada chiroy ochib o'zgargan. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Va bu yerda esa turizm rivojlanmoqda. Shu bilan birgalikda esa infratuzilma shakllanmoqda va bu o'z-o'zidan mehmonxonalar sonining ortishida sababchi bo'ladi. Bilasizmi, ayni dam sayohat pallasi bo'lganligi uchun bu yerda juda ham ko'p turistlarni uchrashimiz mumkin va tabiiyki mehmonxonalar band. Mehmonxonalarning bandligi quvonarli holat, chunki turizmni yana rivojlanyapti va biz bundan juda ham xursandmiz. Lekin biz oldindan joy band qilganmiz. Shu sababli shahar markazida joylashgan mehmonxonalarning biriga keldik, joylashamiz va bu yerdagi sharoitlar bilan birgalikda tanishamiz. Bugun viloyatda joylashtirish infratuzilmasi jadal rivojlanib, turli toifadagi mehmonlar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Zamonaviy mehmonxonalar bilan bir qatorda hostellar va oilaviy mehmon uylari soni ham ortib boryapti. So'nggi yillarda ayniqsa mehmon uyi tashkil etish ommalashib, aholining turizm sohasidagi ishtiroki faollashdi. Bu sayyohlarga nafaqat qulay turar joy, balki milliy muhit va an'analarni yaqindan his etish imkonini ham bermoqda. Yuqori toifadagi mehmonxonalarga bo'lgan talab esa asosan mamlakat iqtisodiyotiga hissa qo'shayotgan investorlar va xorijiy biznes vakillari orasida ortib bormoqda. Bu holat Namanganning bugun nafaqat sayyohlik yo'nalishida, balki iqtisodiy jihatdan ham jadal rivojlanayotganini yaqqol namoyon etmoqda. Bilasizmi, mehmonxona tanlashda asosan eng birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni mehmonxonaning joylashuvi. Siz boradigan manzilga juda ham yaqin, shu bilan birgalikda markazda joylashgan bo'lish kerak. Bundan tashqari, siz joylashgan joy, ya'ni mehmonxona tinchligi, osoyishtaligi va eng muhimi ozodalik, toza bo'lish kerak. Bundan tashqari bu mehmonxonaning menga ma'qul kelgan tarafi shunda bo'ldiki, mehmonxonadagi barcha xizmat turlaridan bepul foydalanishingiz mumkin. Bularning barchasi xona to'lovchiga kiritilgan. Mehmonxona xonalarini tanlash avvalo mehmonning shaxsiy ehtiyoji, safardan ko'zlangan maqsadi va moliyaviy imkoniyatlariga bog'liq. Kimdir qulaylik va yuqori darajadagi xizmatni ustuvor deb bilsa, yana kimdir ixcham va tejamkor toifadagi xonalarni ma'qul ko'radi. Shu bois bugungi kunda mehmonxona xizmati turli talab va istaklarga moslashib, har bir mehmon uchun maqbul sharoit yaratishga intilmoqda. Mehmonxona tanlashda nimalarga ahamiyat qilish kerak? Eng muhimi borar manzilingizga yaqin bo'lishi va qulay lokatsiyada joylashganligi. Shaxsan menga tinch joylardagi mehmonxonalar manzur keladi. Yana bilmadim kimga qanaqa. Bugun biz Namangan viloyatining 4 yulduzli mehmonxonalaridan biriga joylashganmiz va bu yerda aynan qanday xizmat turlari yo'lga qo'yilgan dasturimiz davomida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mehmonxonamizga. Bizning mehmonxonamiz 4 yulduzli mehmonxona bo'lib, 4 yulduzli mehmonxona birinchi navbatda hududi kattaroq bo'lishi kerak va basseyn, sauna bo'lishi kerak bo'ladi. Restoran bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta bo'lishi kerak. Fitness zali bo'lishi kerak bo'ladi. Lokatsiya ham qulayroq joyda bo'lishi kerak bo'ladi. Mehmonxonalarda kategoriyalar bor. Xonalarni standartdan boshlab apartamentgacha bo'lishi kerak. Ularning oralig'ida standart 2 kishilik bo'lishi kerak, standart 1 kishilik, standart 3 kishilik hamda lyuks xonalar va apartament prezidentskiy lyuks xonalar bo'lishi kerak. Demak, mehmonxonalarda hammasi bu yerda mana shu mehmonxonada. Konferensiya hol ham mavjud bo'lishi kerak. Bizda ham bor bu yoqda. Yildan yilga turizmga juda ham katta bir e'tibor qaratilyapti va turistlar oqimi tobora ko'payib boryapti. Bu albatta quvonarli holat. Aynan Namanganda turizm qay tarzda rivojlanyapti, salohiyati? Turizm juda tez o'sib kelmoqda. Butunlay O'zbekiston muhitida ham hozirgi holatda o'tgan yilgi statistika bo'yicha O'zbekiston bo'yicha 11 million nafar xorijiy sayohatchilar kelishgan. O'zbekiston bo'yicha ulardan 1,5 million nafari Namangan shahriga tashrif buyurishgan. Asosan qaysi davlatlardan tashrif buyurishgan? Asosan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy, Kanada, Amerikadan ham kelib turishadi. Faqat oz miqdorda. Amerika, Yevropa anaqalardan, lekin bu aytayotgan joylarimdan 50%, 70% turistlarimiz keladi. Barcha sayyohlarni joy bilan ta'minlash uchun mehmonxonalar yetarli deb o'ylaysizmi? Hozirgi kunda Namanganda ham mehmonxonalar qurilish jarayonlari olib borilayotgan. O'tgan yilda ham bizda 2 ta mehmonxona qurilgan Namangan shahrimizda va o'zimiz ham hozirgi holatda ikkinchi filialimizni ochish arafasidamiz. Mehmonxonalarning ko'payishini yaxshi tarafi bizda turizm rivojlanishiga keskin ta'sir qiladi. Shundan keyin yosh o'sib kelayotgan o'smir yigitlarimiz uchun ish joylarini yaratishimizda qo'llab-quvvatlab turishibdi. Demak, turizmlar oqimining ortishi bu har taraflama yaxshi. Har taraflama yaxshi. Restoran sohasida ishlayotganlarga, gostinsiya sohasida ishlayotganlarga daromadini ko'paytirishda yordam beradi.
Bugun mehmonxona sohasida tadbirkorlar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Soha rivojiga qaratilgan islohotlar yangi loyihalarni amalga oshirishga turtki beradi. Biroq bu jarayonning samarali davom etishi eng avvalo malakali mutaxassislarga bog'liq. Chunki xizmat ko'rsatish sifati va raqobatbardoshlik aynan kadrlar salohiyati bilan belgilanadi. Kadrlar tanlab olishimizdan oldin kadrlar bilan bittadan suhbat o'tkazib ko'ramiz. Yoshini chegarasi yo'q desak ham bo'ladi. Hozirgi holatda bizda juda ko'p talabalarimiz amaliyotga kelishmoqda. Amaliyot davrida biz ular bilan suhbatlashamiz, treninglar o'tkazamiz, xonalarni ko'rsatamiz, mehmonlar bilan muloqot qilishlarini o'rgatamiz. Shulardan kelajakda yaxshi mutaxassislar yetishib chiqadi degan umidda tayyorlab boryapmiz. Bu yerga ishga joylashish uchun avvalambor tillarni bilish kerak. Rus tili, ingliz tili va o'zbek tilini bilishi shart. Muomala madaniyatlari, chiroyli mehmonlar kelganini tabassum bilan kutib olishi, har xil keskin sharoitlardan xushmuomalalik bilan chiqib ketish yo'llarini qidirishi, o'z ustida ishlashi kerak bo'ladi. Akmal, mehmonxona sohasida eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Mehmonxona sohasida eng muhim narsa bu birinchi navbatda tozalik, ikkinchi navbatda servis, uchinchi navbatda xushmuomalalik bilan jamlanadi. O'zingiz nechta til bilasiz? Aynan mehmonxonaga joylashish uchun siz ham bu yerda necha yildan beri faoliyat yuritasiz? O'zim 3 ta tilni bilaman. Rus tili, ingliz tillari va qo'shimcha turk tillaridan xabarimiz bor. Chunki biz 2018-yilda Rossiyaning Kazan shahrida Kazanskiy federalniy universitetda turizm sohasida tavsiya olganmiz. Undan tashqari shu jarayonda bizda Turkiya davlatlariga amaliyotga o'qish orqali borganmiz. Shu yerda 2022-yilgacha ish tajribalarini o'rganganmiz. O'qish davomli bo'lib O'zbekistonga qaytib kelganimizdan keyin mehmonxonasiga ishga joylashganmiz. 2022-yildan beri hozirgi kunga qadar shu yerda menejer lavozimida ishlab kelmoqdaman. Akmal, mehmonxona sohasida yutuqlarga erishish uchun qanday bosqichlarni bosib o'tish kerak? Nimalar qilish kerak? Mehmonxona sohasida yuqori natijalarga erishish uchun avvalambor sabr, toqatli bo'lish kerak. Chunki har xil mehmon keladi, har xil mehmonlarda har xil vaziyatlar bo'ladi. O'sha vaziyatlardan kulib, chiroyli muomala bilan chiqib ketish lozim bo'ladi. O'zimiz ham birinchi kelganimizda shu yerda administrator lavozimida ishlaganmiz. 1,5 yil ishlaganimizdan so'ngra sekin-sekin menejer lavozimiga chiqib kelganmiz. Mehmonxona sohasida yaxshi mutaxassis bo'lib yetishish uchun har bir sohaning o'zini strategik shtablarida ishlab ko'rish kerak bo'ladi. Bulardan shvetsarlik, administratorlik, housekeeping, administrator yordamchisi, menejer yordamchisi sohalarida ishlab ko'rish lozim bo'ladi. Shundan keyin yuqori sifatga ega mutaxassisga aylanadi. Mehmonxonamiz shunday lokatsiyada joylashganki, borar manzillarimiz juda ham qulay va bizga yaqin. Birozgina hordiq olib bo'ldik, o'zimizga kerakli bo'lgan kuchlarni to'pladik. Ana endi esa Namangan bo'ylab sayohatimizni boshlaymiz. Buyuk Ipak yo'lining muhim nuqtalaridan biri bo'lgan Axsikentda turibmiz. Asrlar silsilasidan o'tib kelayotgan ushbu zamin Farg'ona vodiysining yirik shaharlaridan biri. Savdo-sotiq, hunarmandchilik, madaniyat markazi sifatida keng tanilgan. Qadimda karvonlar aynan mana shu yo'l orqali o'tib, turli xalqlar va sivilizatsiya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlagan. Bugun sukutga cho'mgan bu kengliklar asrlar davomida Farg'ona vodiysining siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri bo'lganiga ishonish qiyin. Axsikent vaqt, tabiat va tarix sinovlariga dosh bera olmay xarobaga aylangan manzil. Qadimiy shahar vayronalari orasida yurarkansiz, har bir tepalik o'tmishning sirli sahifalarini so'zlab berayotgandek tuyuladi. Ochiq osmon ostidagi muzeydamiz. Bu yer qadimda juda bir katta bir shahar bo'lgan. Aynan hozirda esa arxeologlar, olimlar bu yerda o'zlari ilmiy ishlarni olib borishmoqda. Qolaversa, o'sha arxeologiya yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalar ham aynan bu yerda izlanishlar olib boryapti. Aynan mana shu maskan haqida biz to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun esa mutaxassisga yuzlanmoqchimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Azizbek, mana ko'rib turibsizki, bizning muzeyimiz 2019-yilda ochilgan. Bu muzeyimizning ochilish marosimida shaxsan prezidentimiz o'zlari kelishgan va bu yangi muzeyda ochilishida ishtirok etishgan. Keyin yangi yana
atroflarga muzeylar qurilishi to'g'risida ko'rsatmalar berilgan. Shundan keyin 5 yillik dastur qabul qilindi. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, atrofga hozir 6 ta, 7 ta, 8 ta yangi muzeylar qurilyapti. Ular ham bitish arafasida. Nimaga? Sababi biz hozir chet eldan o'zimizning mahalliy turistlarni mana shu joyga jalb qilyapmiz. Bu necha yillik shahar? 3000 yillik tarixga ega. Ko'pchilik o'ylaydi, Temuriylar davridan qolgan. To'g'ri, Temuriylar davridan qolgan, lekin bu shahar Temuriylargacha bo'lgan. Miloddan avvalgi 3-asrda tashkil topgan. Va dastlab Farg'ona shahri deb nomlangan. Ko'pchilik Axsikent deb aytishadi. To'g'ri, Axsikent deb aytishgan. Qachongacha? Farg'ona shahri milodiy 9-asrning birinchi yarmigacha aytilgan. 9-asrning ikkinchi yarmidan buyog'iga keyin Axsikent deb nomlangan. Ana shu davrlarda bu shahar Farg'ona vodiysining poytaxti, markazi bo'lgan. Shahar yer maydoniga qaraydigan bo'lsak, 400 gektardan oshiq bo'lgan bu yer. Hozirgi kunda 132 gektar atrofida saqlanib qolgan. Siz mana shahar kengligidan ham bilsangiz bo'ladiki, Farg'ona vodiysining poytaxti, markazi bo'lganligini. Mana shu joydan turib o'sha Qirg'izistonda O'sh, O'zgan, Jallabod shaharlari, bu yog'i Tojikistonda Xo'jantigacha Samoniylar, Qoraxoniylar davrida mana shu tomonlargacha boshqarishgan. Muzeyni sizga men tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda binoni qoldiqlari turibdi, faqat binoni poli va poydevori saqlangan. Buni mana misol uchun mana uyning ichiga kirdingiz, uyni polda turibsiz xolos, tepasidagi tomlari, devorlari buzilib tushib ketgan. Undan tashqari mana chuqurda 10-asrda qilingan yer osti suv tizimi turibdi. Sopol turbadan ichimlik suvi olib kelingan. 10-asrda qarang, shu yerda yashagan aholi yer ostidan 16 kilometr qazib borib, bizning mana shimoliy tomonimizda Kosonsoy tumani joylashgan. Shu Kosonsoydan oqadigan soy bor. Soydan 16 kilometrdan yeri ostidan 5 metr chuqurlikda qo'lda qazib borib ichimlik suvini olib kelishgan. Nega aynan bu yer Axsikent deb atalgan? Axsikent deb atalishiga sabab ikkita bizda versiya bor. Birinchi versiyasi Aqsukent. Aqsukent degani bu Oqsuv bo'yidagi shahar. Ya'ni mana shahrimizning janubiy qismidan Sirdaryo oqib o'tgan. Xuddi suvni bo'yidagi shahar degan ma'noni bildiradi. Ikkinchi versiyamiz turk tilida Aq degani tepalik, Si degani tekislik, Kent shahar. Endi demak, bunday qaraydigan bo'lsak, tepalikdagi shahar Axsikent. Shu nom bilan ikkita versiya bor. Bu shu versiya yaqinroq Axsikent deyilishiga, menimcha. Chunki hozir mana o'zingiz ham yo'ldan tevaga bir 80 metr tepaga ko'tarildingiz. Shahar tepalikka qurilgan. Chunki shahar mudofaasi uchun bu yer qulay joy bo'lgan. Dushmanni misol uchun shaharga hujum qilgan paytda ham albatta dushman shaharni tezlikda zabt eta olmagan. Bu o'zi shahar tepalikda, lekin shaharni mudofaa devori yana ham baland bo'lgan, 20 metr bo'lgan. Mana shu biz hozir tepalikda turgan bo'lsak, devorning o'zi yana 20 metr, eni 5-6 metr atrofida bo'lgan. Va albatta devor qirg'oqlarida himoya vositalari, burjlar bo'lgan. Shaharning tarixiy ahamiyati nimada Rustam aka? Birinchi Renessans davri 9-10, 11, 12 asrlarga to'g'ri keladi. Ya'ni eng rivojlangan payt bo'lgan. Xuddi o'sha davrda albatta Axsikent shahri ham nihoyatda yaxshi rivojlangan. Endi u paytda nima rivojlangan bo'lishi mumkin? U paytda hozirgidek texnika emas, kulolchilik, temirchilik, Hunarmandchilik, zargarlik, hunarmandchilik, shisha-sozlik, hop, dehqonchilik, savdogarchilik, ilm fan, shular yaxshi rivojlangan. O'sha paytda nima uchun yaxshi rivojlangan? Sababi o'rta asrlarda buyuk olimlar yashagan payt bo'lgan. Misol uchun Ahmad al-Farg'oniy matematik, astronomik olim bo'lganlar. Voha tomonlarda Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Biruniy, Ibn Sino, Zamaxshari kabi olimlar yashagan davr bo'lgan. Endi bundoq qaraydigan bo'lsak, o'sha davrda yashagan aholi ham albatta ilmli, bilimli, aqlli bo'lishgan. Va mana shu ko'p sohalar yaxshi rivojlangan. Axsikentning o'z davrida yirik va taraqqiy etgan shaharlar qatoridan o'rin olishi bejiz emas. Bu yerdan Buyuk Ipak yo'lining muhim tarmoqlaridan biri o'tgan. Karvonlar qatnovi savdo-sotiqning jadallashishiga, turli xalqlar va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat qilgan. Iqtisodiy farovonlik aholining turmush darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shaharda hayot qaynagan. Ilm-fan, hunarmandchilik va savdo bir-birini to'ldirib rivojlangan.
Shu bois Axsikent nafaqat Farg'ona vodiysining, balki Buyuk Ipak yo'lidagi muhim savdo va madaniy markazlardan biri sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan. Rustam aka boya aytgan o'sha quvurlar menimcha mana buni nazarda tutib aytdingiz, Xuddi to'g'rimi? o'sha. Bu ataylab turpag'i olingan sababi shaharni tagidan o'tkazilgan suv tizimini ko'rsatish uchun. Ha, buni usti ko'milgan. Buni Birinchi ustida binolar bo'ldi, bo'lgan, bo'ldi, yashash joylari tushunarli. bo'lgan. Chunki suv yer ostida oqqan. Turbani yo'nalishi bo'yicha har 50-60 metr masofada yer ostiga tushadigan pishiq g'ishtdan zina qilishgan. Ya'ni tunnelga tushadigan. Pastga tushishgan, quvurda kelgan suv hovuzga quyilgan, hovuzda tingan, loyqasi bo'lsa hovuzda qolgan. Hali shox-shaba birga oqib keladigan bo'lsa olib turishgan. Hovuz to'lgandan keyin yana keyingi turbaga qarab davom etib ketgan. Yana 50 metrdan keyin yana zina bo'lgan, yana hovuz bo'lgan. Shunday davom etib ketgan. Bunday e'tibor bering tarixga. Texnika bo'lmagan xolos u davrda, lekin hamma narsani bilishgan. Bu yerda 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlarga oid topilgan eski artefaktlar saqlangan. Buni biz hozir ayrimlarini qo'yganmiz. Buni asosiy artefaktlar, bunday ko'rsangiz, ajoyib narsa ekan-a deydigan bir ko'rinadigan narsalar omborda saqlanyapti hozir. 10 mingdan ortiq artefakt bor. Muzeylar to'liq ishga tushsin, biz olib kelib qo'yamiz. Eksponatlar hammasi joy-joyiga qo'yiladi. Joy-joyiga qo'yiladi. Temir rudasi, qarang, Damashq qilichlarini eshitganmisizlar? Damashq qilichi Axsikentda yasalgan. Buni ilmiy jihatdan Angliya arxeologiya instituti professori Rene tomonidan va o'zimizni O'zbekiston Fanlar akademiyasining professori Abdulhamid Anarbayev tomonlaridan ilmiy jihatdan o'sha qilich Axsikentda yasalganligini isbotlab berishgan. O'rta asrlarda katta bozor Suriyada bo'lgan, Damashqda bo'lgan. Arab xalifaligi davri ekan, o'sha davrda savdogarlar tomonidan hali Buyuk Ipak yo'li orqali olib borib sotilgan. Qimmat narxlarda. Nimaga Turkiyaniki, nimaga Eronniki, nimaga Yevropani qilichi qimmat bo'lmagan? Sababi bu yerda yasalgan qilich nihoyatda mustahkam bo'lgan. Mana shu temirni eritish jarayonida qanaqadir kimyoviy element qo'shishgan ustalar. Qanaqa kimyoviy element qo'shganligini aytishmagan. Sir tutishgan. Eronniki bilanmi, Turkiyaniki bilanmi, Yevropani qilichi bilanmi burgan ikkiga bo'lib tashlagan qilichni. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun bu yerdagi qilichga talab yuqori bo'lgan va juda qimmat narxlarda sotilgan. Nyu-York shahrida Metropoliten muzeyida mana shu Axsikentda yasalgan Damashq qilichlarini terib qo'yilgan. Shaharda vayron bo'lishiga nima sababchi bo'lgan? Axsikentda 9-asrdan 10-asrgacha Samoniylar davri bo'lgan. 10-asrdan 13-asr boshlarigacha Qoraxoniylar davri bo'lgan. 13-asr boshlarida Mo'g'ul bosqinchilari kirib kelgandan keyin bu yerda endi shaharga o't qo'yishgan, buzishgan, yakson qilingan va hokazo. Ikkinchisi o'sha 1620-yildagi zilzila. Qolgan qutgan binolar ham hammasi yer bilan bitta bo'lib ketgan. Buzilib ketgan. Bu yerda o'sha zilziladan keyin shahar qayta tiklanmagan. Mana shu holatda keladi. Bir paytlar mustahkam devorlar bilan o'ralgan, hayot qaynagan ushbu shahar hozir ham o'z sirlari va hikoyalari bilan kishini o'yga toldiradi. Arxeologik qazishmalar Axsikentning nafaqat yirik shahar, balki o'z davrining ilg'or markazlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. Bugun yana uning biz bilmagan qanday sir-sinoatlari bor ekan. Navbatdagi manzilimiz muzey pavilyoni hududida joylashgan qadimiy mudofaa devorlari qismi. Bu yerda bugun ham tarixni o'rganish ishlari to'xtagani yo'q. Qazilma maydonida yosh olimlar va arxeologlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar hamda amaliy qazish ishlari olib borilmoqda. Biz ham ushbu jarayonga guvoh bo'ldik. Bu yerni o'ziga yarasha rivojlanish va krizis davrlari mavjud bo'lgan va bu shaharni o'rganish jarayonida biz umuman inson sivilizatsiyasini rivojlanishini ko'ramiz. Shu shahar misolida. Misol uchun bu yerda asosiy rivojlangan soha bu temirchilik, metallurgiya hisoblangan va bu metallurgiya qolgan sohalarni rivojlanishiga olib kelgan, shaharni shunday gullab yashnashiga, juda katta bir yerosti suv inshootlarini qurishiga, kuchli mudofaa devorlarini qurishiga imkoniyat yaratib bergan. Shaharning katta qismi yer ostida, mana shu ko'zimiz yetgan joy juda katta hudud. Bu oddiy tepaliklar emas, bu inson qo'li bilan yaratilgan yashash binolari bo'lgan. Keyinchalik nurash oqibatida, boshqa oqibatida demak shu tepaliklarga aylangan. Mana shu muzeylashtirish davrida mana ochib o'rganyapmiz yer osti binolari
asosan saqlanib qolgan va biz bu shaharni O'rta Osiyoni Pompeyi deyishimiz ham mumkin. Juda katta qismi yer ostida. Ochilgan qismi bizga bu shaharni yana o'rganilishi kerak bo'lgan potensial nuqtalari ko'pligidan dalolat berib turibdi. Arxeologik qazilmalar davomida topilayotgan ashyolar va inshoot qoldiqlari o'tmish hayotini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Mutaxassislar aynan shu topilmalar orqali qadimgi aholining turmush tarzi, kundalik mashg'ulotlari, hunarmandchilik darajasi va yashash sharoitlari haqida xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Qazishma ishlari jarayonida juda ko'plab yer osti binolari, yer osti suv ta'minlash tizimi, mana mudofaa devorini ko'rib turibsizlar, yashash joylari, ustaxonalar, temir eritish yoki g'ish qurish, shunaqa juda ko'p sohalarni bir joyda jamlagan shahar hisoblangan va bu shaharni hatto yozma manbalarda ham ta'riflab o'tishgan. Dastlabki yozma manbalar bu Xitoy tarixchilariga tegishli. Xitoyliklar bu yerga demak ancha qiziqish bildirib, uzoq yillar iqtisodiy aloqalarni o'rnatishga harakat qilib kelishgan. Bu yerda ular yashagan davrda 200 ming aholi istiqomat qilgan va shu aholi shu joyda yashaganligini hisobida hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullangan. Shunga sharoit bo'lgan. Qolaversa, vodiyning markazida joylashib, o'sha Qo'qonga, Marg'ilonga yoki O'sh yoki Xo'jandga aytadigan bo'lsak, shularga nisbatan markazroqda joylashgan va o'zini iqtisodiy va siyosiy o'rniga ega bo'lgan. Har bir topilma biz uchun noyob hisoblanadi. Tumorlar, uni materiali Ural tog'larida topiladi. Tumor qilib yasab bu yerda sotgan. Yoki mana Xitoy tangalari, tasavvur qilamizki, bu shahar haqiqatan Buyuk Ipak yo'lidagi bir shahar bo'lganligini yana bir bor isbotlaydi. Hindistonda chiqadigan o'sha kauri chig'anoqlari taqinchoq vazifasini bajargan. Demak, savdo aloqalari natijasida kelib qolganligi ma'lumot beriladi. Shuningdek, yer osti binolari mustahkamligi bilan ajralib turadi. Hozirgacha mana saqlanib qolgan. Shaharni o'rganish ishlari katta vaqt talab qiladi. Agar biz bor haligi imkoniyatimiz bilan ishlagan taqdirimizda ham bu yerda juda ko'p arxeologlar uchun material o'rganish uchun ishlar juda ham ko'p. G'ishlarni ko'rib turibsizlar, yangi texnologiyalar asosida o'sha barmoq izlari kimga tegishli bo'lganligi, ularni yoshi, jinsi, ularni aniqlashga imkoniyat beradi. Bu albatta yuqori texnologiya hisoblanadi va bu texnologiyalar o'sha davr hayotini yana ham ko'proq ochib berishga yordam beradi. Ayni paytda Axsikent xorijlik sayyohlarni ham o'ziga jalb etayotgan tarixiy maskanlardan biriga aylangan. Chunki bu yerda saqlangan madaniy meros nafaqat mintaqa, balki umuminsoniy sivilizatsiya tarixining bir bo'lagi hisoblanadi. Hozirgi kunda muzeylashtirish ishlari olib borilmoqda. Muzeylashtirishning asosiy vazifasi buni saqlab qolish. Chunki saqlab qololmasak, uni ochish, o'rganish bo'lmaydi. Shuning uchun katta mablag' ajratilgan, mana usti yopiq muzeylar tashkil qilinmoqda. Eng oxirgi zamonaviy arxitektura misolida. Shuningdek, buni saqlab qolishning yana bir sababi shundaki, bu shaharlar bizga demak hozirgi hayotimizni qanday qurishni yoki iqtisodni qanday rivojlantirishni yoki noto'g'ri xo'jalik olib borganda nimalarga olib kelishi mumkinligini ham ko'rsatib turadi. Axsikentni o'rganish tarixi qariyb 50 yilni qamrab oladi. Shu vaqt davomida shahar hududida arxeologik tadqiqotlar muntazam olib borilib, uning boy tarixi haqida muhim ma'lumotlar yig'ildi. Bugun bu ishlarni Fanlar akademiyasi Antropologiya instituti olimlari davom ettirmoqda. Qadimiy shahar yosh tadqiqotchilar uchun ham muhim amaliy maydon hisoblanadi. Namangan davlat universiteti talabalari bu yerda arxeologik amaliyot o'tab, sohaning sir asrorlarini o'rganmoqdalar. Hozirgi kunda mana Axsikent yodgorligining birinchi Shahriston qismida tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Fanlar akademiyasi, Antropologiya instituti, Namangan davlat universiteti arxeologiya kafedrasi professor o'qituvchilari, talabalari bilan hamkorlikda tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Bu yilgi tadqiqotimiz so'nggi davrda qilingan mudofaa devorini yanada ochib o'rganish o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Yangiliklar ko'p. Biz qazishmalar davomida Axsikentni o'sha ko'plab bu yerda qurilish qatlamlari mavjud ekanligi, qurilish qatlamlarini ochib o'rganishda juda ehtiyotkorona va sinchkovlik bilan bu yerni ochyapmiz. Sababi bu yer ko'p qatlamli bo'lib, har bir qatlam, har bir davrda aholini o'ziga xos turmushi, xo'jaligi yoki o'sha moddiy topilmalar saqlanib qolgan.
uni o'tkazmagan holatda har bir davrni ochib o'rganish, topilmalarga diqqat bilan e'tibor qilgan holatda ochib o'rganish hozir bizning asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Mudofaa devorining shimol qismida mana hozir ko'rib turibmiz, yer osti inshooti chiqdi. Bu aynan mudofaa devori qurilishdan avval faoliyat olib borgan, keyinchalik devor qurilish davrida ko'mib yuborilgan, ya'ni faoliyati to'xtatilgan. Bu yerda asosan qurilish ishida ko'proq pishig'ish va xom g'ish yoki paxsa guvallardan ham foydalanilgan. Bu endi buzilib ketgan arxeologik obyektni aynan ochishda ma'lum bir murakkablik yoki bir sinchkovlikni talab qiladi. Sababi o'sha pishiq g'ishtni ajratib olish oson tuproqdan. Lekin aynan xom g'ishtni bu yerdan ajratib olish, aynan buzilib ketgan qurilma ajratib olish biroz murakkabroq. Lekin shunday bo'lsa-da, aynan bu obyektni tozalab, aynan qurilish davrma-davr qanday inshootlar, qurilmalar borligini o'rganmoqdamiz. Shuningdek, har bir davrga xos bo'lgan topilmalar uchramoqda. Tangalar yoki o'sha metal buyumlar, sopol buyumlar, shisha buyumlari chiqyapti. Albatta, parchalar yoki butun holatda ham uchraydi. Endi bu bizning fanimizda juda qimmatli manba hisoblanadi. Sababi o'sha davrda oddiy aholining xo'jalik hayotini tiklashda yoki shu obyektimizni har bir qurilish bosqichini qaysi davrga oidligini aniqlashda bu muhim manba hisoblanadi. Bu topilmalar endi ko'p yillar davomida yer ostida, zakda turgani uchun eroziyaga uchragan. Aynan dastlabki xulosalarga ko'ra, qurilmalarimiz mana shu yer osti inshooti aynan 11-12 asrga oid ekanligini aytib turibmiz. Mutaxassislar har bir topilmani ehtiyotkorlik bilan o'rganib, asrlar qa'rida yashiringan tarix sahifalarini qayta tiklashga harakat qilmoqdalar. Har bir topilgan sopol parchasi yoki inshoot qoldig'i Axsikentning o'tmishi haqida yangi ma'lumotlarni ochib berishi mumkin. Olib borayotgan qazishma Shahriston qismi deydi. Shahristonda ko'proq endi asosan hunarmandlar, aynan bir ma'lum bir kasb egalari bu yerda hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Bu obyektlardan ko'proq aynan hunarmandchilik buyumlari ko'p uchraydi. Sopol buyumni ham shunchaki pishirishmagan. Bir necha bosqichda uni usullari bor, har xil turlari bor. Hunarmandchilikda yoki o'sha oddiy xo'jalikda ishlatiladigan sopol buyumlar yoki simob ko'zachalar deymiz. Ular boshqacha tayyorlanish usulida yasalganligini ko'rishimiz mumkin. Tangalar ham, shisha buyumlar ham yoki metal buyumlarni ham ko'radigan bo'lsak, barchasi o'ziga xos. Barchasi yangi tadqiqotlarni talab qilyapti bugungi kunda. Jahon miqyosida, jahon standartlari asosida talab qiladigan tadqiqotlarga harakat qilyapmiz. Qazishdan oldin yerni skaner qilish, yer osti qatlamlarini o'rganish yoki bo'lmasa ko'radigan bo'lsak, mana yuqorida aytdim, har bir topilmaning tarkibiga e'tibor berish yoki bo'lmasa oladigan bo'lsak, aynan topilmalar ichidagi ayrim replika usul deydi, ya'ni qolib ketgan, ya'ni bizga saqlanib qolmagan, lekin izi saqlanib qolgan har xil don o'simliklarni aniqlash imkoniyati bugungi kunda bizda mavjud va shu bo'yicha tadqiqotlar olib borilyapti. Bugun Namangan nafaqat o'zining ko'p asrlik tarixiy obidalari, balki zamonaviy dam olish va turizm maskanlari bilan ham e'tibor qozonmoqda. Viloyatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli loyihalar, yaratilgan qulay infratuzilma va xizmatlar xilma-xilligi uni sayyohlar uchun yanada jozibador manzilga aylantirmoqda. Biz esa Namanganning ana shu betakror qiyofasini yanada yaqindan kashf etish niyatida sayohatimizni hali davom ettiramiz.